Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun mana shu joyga keldim. Eslaringizda bo'lsa, zapret tugagandan keyin 2 marta kelib 2 kun ov qilgandim shu yerda. Hozir kelsam suvi o'rtacha, endi unaqa past ham emas, baland ham emas, o'rtacha ekan. Ov qilsa bo'ladigan suv. Mana suvni qaranglar, suv normal, unaqa baland emas. Baliqlar yuribdi, harakatlanyapti. Bugun mana shu joyda ov qilamiz. Videomiz sizlarga yoqsa agar videomizga like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan do'stlarimiz bo'lsa, kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir qarmoqlarni olaman, tashiymiz, ovni boshlaymiz. Bo'lmasa kuzatib boringlar. Qiziq bo'lish kerak bugun. Bu yoqda to'xtaganimni sababi karaslar qaytgan bo'lish kerak. O'sha yaxshi karaslar bo'lardi. Bir vaqtlar o'shalar yana endi ular o'sha yo'q bo'lib ketdi. Men boshqalari kelgan bo'lsa kerak u joyiga deb o'ylayapman. Chunki karas yurganga o'xshayapti bu yoqda. Bittasi tayyor, xudo xohlasa. Bu yoqda yana bitta bor. Bunisi ham har safar ikkita paplovoshni olib kelardim. Bugun bitta paplovoshni olib keldim. Bitta yetadi, ko'pi kerak emas. Bitta paplovoshni, ikkita do'nga olib keldim. Hozir boshida bitta do'ngaga baliqcha qo'yamizda, bittasiga chuvalchang qo'yib tashlaymiz, chunki bilishimiz kerak karas bormi yo'qmi. Mana shunga narezga qo'yaman. Montajini ilon baliq uchun qilgan ekanman. Stoykani qayerga qo'yaman? Keyin musor qilib tashlashibdi endi hozir. Joylashib olganimdan keyin sal tozalayman. Baribir mendan boshqalar ham kelib o'tiradi bu yoqda. Bitta men emas, bu yoqqa keladigan. Shuning uchun musor ham bo'ladi, boshqa ham bo'ladi. Ashotlarga qo'ysam bo'lmas ekanda. Mashetlarga qo'ysam, sal teparoq qo'ysam ekan. Teparoq qo'yamizmi? Qo'yamizmi? Mana bu qarmoqimiz tayyor. Endi shu o'zimga kerakli joyga tashlashim kerak. Qanday otsam ekan? Orqaga qilib otaman, bo'lmasam. Sal tosh og'irroq, o'tgan safar aytdim, o'tgan videoda. Bismillahirrohmanirrohim. Hoppa, juda ajoyib joyga tushdi. Xudo xohlasa ana shu joydan ilon baliq olishimiz mumkin. Endi mana bunisiga ikkinchi qarmoqqa chuvalchang qo'yaman. Chuvalchangga ko'ramiz. Balkim sazan bordir, karas bordir. Karas bor lekin. Chunki alomatlari bor. Yuribdi. Hozir
Hozir chuvalchang qo'yib tashlab ko'ramiz. Do'stlar, keldi shekilli. Bu qarmog'imni tayyorlayotgandim. Chuvalchang qo'yayotgandim endi. Lekin dahshat o't ekan. O'tni tozalab kelyapman. Chiqib uzilib ketmasin deb o't ko'payib ketdi. Hoppa, chiqarib oldim o'tdan. Qarmog'im lekin foyda o'tyapti. Chunki o't ko'payib ketdi-da. Ana jigarlar, ilon baliq. Mana ilon baliq. Hozir mana shu yerda bir 2 minut turib tursin, hozir yana bu haqida bosh xotiraman, chunki mana qarmog'im hozir meni kutib turibdi-da. Xullas, mana bu qarmoqqa mana cho'lchanglarni bosib qo'ydim. Endi buni tashlashga joy uzoq emas, mana shu yerlarga tashlamoqchiman. Mana shunaqa joyga tashlamoqchiman, mana bo'ladi. Lekin menimcha bitta ilon baliqchani boshiga tashlab oldim shekilli, chunki qochdi-da, tashlagan joyimdan qochdi-da. Mana bu tayyor. Hozir ilon baliqchani olib, keyin yana bu qarmoqni boshqatdan tashlaymiz. Xullas, mana pochin bo'ladi. Hech narsaga ulgurganim yo'q. Chunki shunday tashlagandim, tortib ketdi. Hali mana bu yerda hali qarmoqlarim turibdi. Tashlashga ulgurganim yo'q. Hozir yana tashlayman. O'sha joyga tashlayman. Xullas, tayyor. Ikkinchi qarmoq ham yana boyagi joyga otishim kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ladi. O'sha boyagi joyga mas'ul, sal nariyog'iga otib bordim. Lekin yaxshi bo'ladi. Hozir buni qo'ng'iroqchilarni qo'yishim kerak, ikkalasini. Hozir tashlaganimdan keyin qarmoqni oldi, xo'rakni oldi, baliq ko'ringanday bo'ldi-da. Ilon baliq ko'ringanday bo'ldi. Tortib qoladimi deyapman. Qo'ng'iroqchilarni olishimiz kerak. Bitta qo'ng'iroqchi. Ikkalasiga bittadan qo'yaman-da. Shunday nega qo'ysak ham bo'ladi, uni boshiga qo'yish shart emas, chunki ancha naryoqda stoykani bu yoqqa qo'yib bosh tarafi suvda-da. Keyin mana bunaqa yo'li ham bor. Mana uni bo'shatasizlar, katushkani. Keyin qo'ng'iroqchani qo'yasizlar-da. Keyin yana katushkani yopib
tortib qo'yasizlar bunday. Mana. Hammasi zo'r endi. Endi hozir bu yoqda bitta poploshniy ham bor. Poploshniy shu anaqa ko'pikli joyi bor. Ko'pik, suvni ko'pigi yig'ilib qolgan ustiga. O'sha joyga tashlamoqchiman. O'shanda yaxshiroq ov bo'ladi shekilli. Ko'ramiz. Bu yoqda bo'lmasa yana boshqa joyga tashlaymiz. Poplovka bu. Mana yon baliq keldi do'stlar. Yon baliq keldi. Men aytdim u yonida. Yon baliq ko'ringandek bo'ldi. Lekin yana boyagi ahvolda. Hoppa, o'zini o'zi suv ustiga chiqarib oldi. Bitta baliqcha. Muhimi bitta baliqcha tirik. Voy, bunisi lekin zo'r ekan. Bunisi yaxshisi ekan lekin. Qaranglar, boyagi dan katta. Zo'r ilon baliq. Bu ham rosa oddiy ilingan ekan, unaqa murakkab ilinmagan ekan. Oddiygina ilingan ekan. Ana ajratib olishim oson bo'ldi-da. Davom etamiz bo'lmasa. Qarmog'ini tashladim. Mana hozir yaxshi tashab qo'ydim. Bu chuvalchangni urgan yo'q hali. Poploshniy mana bu. Sal chuqurligini topishimiz kerak-da. Mana shunchalar qilib tashab ko'raylik. Uzoqqa bormayman. Mana shu yoqlardan shuni otaman, o'sha yoqqa tashlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ladi. Chuqurligini ham bittada topdim. Buni endi ko'p ovora qilmaymiz. Mana shunday shaqda. Ana hali ilon baliq bor. Mana yerdan ketdi hozir bitta. Endi hozircha bittasida ushlab turay, bitta qarmoqda. Mana bu qarmoq, ikkinchi mana chuvalchangning qarmog'ini ham tortib qo'ydi cho'ta. Karas ovlamaganimga bilasizlar-ku, 1-2 haftadan o'tdi. Hozir shu bugun ushlashga harakat qilaman, chunki karas borga o'xshayapti. Lekin qarmoqda olti ilon baliq yuribdi. Poplovka yaxshi tortyapti. Yana keldi. Endi bilmadim bu nima qanaqa baliqligini. Hoppa. Karas do'stlar, karas. Aytdim, karas bor. Kelgan bu yoqqa deb. O'zingni qiynab nima qilasan-ey? Mana karascha. Qop-qoracha. Chiroylicha. Endi bu kichkina-da. Bundan kattasi bo'lsa
olamiz. Katta bir 200 gram 300 gramliklari bo'ladi. Tashlaymiz. Shuncha ilon baliq ushlayapmiz, yetadi. Kichkina karaslarga ehtiyoji yo'q bunchalik. Hozir mana cho'lchangini mashina qilib yeb ketibdi. Endi kattarog'i ham kelib qolishi mumkin. Voy. Yaxshi joyga tushdi shekilli. Ketdi. Tortib ketdi. Kech qoldim shekilli. Kech qoldim jigarlar. Kech qoldim men baliqni bu tarafga oldim. Soyaroq joyda tursin degan maqsadda. O'sha paytda tortyapti, men qo'limni biron joyim tegyaptimi qarmoqqa deb o'yladim-da. Qarasam tortyapti. Lekin hozir ushlaymiz, u baliqni oldi, hech qayerga ketmaydi. Ketdi bo'lmasam. Turgan ekan shu yerda. Qarmoq tashlagan, qo'yib ketdi. Qochdi bu yoqqa, maydaroq ekanda. Hozir ko'ramiz. Qo'ng'iroqcha qo'ymayman bunga. Lekin bunisiniki turadi. Chunki qo'ng'iroqchaga chalg'ib qolyapman-da. Qo'ng'iroqchaga chalg'ib qolyapman. Hozir ham tortgan paytim katushka ochiq ekanda, orqaga aylanganiga sal chalg'dim. Hozir endi ko'ramiz. Hech qayerga bu safar hech qayerga keta olmaydilar. Hozir xullas bunday qilamiz. Bugun damashnani uydan cho'lchang kovlagandim. O'shanda 1-2 tami yo 4 tamikan, 3 tamikan xullas buzoq bosh chiqdi. O'tgan videomda buzoq bosh desam, u andijonliklar buzoq bosh dedi ekan. Men o'zbekchada buzoq bosh bo'ladimi deb o'ylagandim. O'zbekchasiga shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylardim. Endi biz yer teshar deymiz. Yer teshar ham o'zbekchasiga da lekin. Hop. Mana. Normalda kattasi emas. O'rtachadan baliq o'ziga bemalol qaratib oladigan. Tepadagi kurchokka qo'yaman.
mustahkam holatda qo'ydim shekilli, bilmadim. Bunaqa ko'p bundan foydalanmayman. Bir laqqa o'lagani chiqqanda laqqa bunga yaxshi ovlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana endi juda joy-joyga tushdi, chunki mana bu tosh yerga tushguncha bironta o'tga ilinmadi-da. O'shanisiga xursandman. Yana bitta urinishni amalga oshiramiz. O'sha joyda turibdi. Lekin bilmadim. Hozirgi tashagan bundan oldingi baliqcham yeb ketgani katta edi, lekin baba u yesa kerak, chunki ilon baliq qiziquvchan bo'ladi-yu. Ko'ramiz endi, hozir tashadim. Birinchi. Hoppa, keldi. Ozgina yeb olsin. Ozginagina. Hoppa. Maydaroq ekan-da. Asli o'tkir ekan, lekin aytdim nega chiqib ketaveradi bu desam, maydagina ekan-da. Kichkinacha. Boyagilar katta, bundan bu kichkinaroq ekan. Bablogida yaxshi tortyapti. Hoppa, karas shekilli. Boyagi karasdan ekan. To'xta, men seni ko'rsatay obunachilarga. Mana shunaqa karascha. Lekin dum-dumaloq chaqiraylar, dum-dumaloq. Semizda. Tashiymiz. Menga bunaqa karas kerak emas, menga katta karaslar kerak. Agar bo'lsa agar. Yaxshi, hozircha kelib turibdi. Menimcha kelib qoladi. Kattarog'i ham kelib qolsa kerak mana. Chunki maydasi bor joyda baribir kattasi ham bo'lishi kerak-da. Mana tayyor. O'sha chuqurlikda. Yaxshi joy. Yaxshi joyga tushdi. Voy. Ilon baliq keldi shekilli. Qo'rqib ketyapti do'stlar. Katta ekan-a.
Dahshat katta ilon baliq. Do'stlar, katta 1 kilolarga yaqin lapchasidan ilingan ekan, lekin bu hona shu shipir qilib yuribdi. Bolalari bor shekilli. Bu короче ona ilon balig'ida, buni ushlashimiz kerak emas. Buni qo'yib yuboramiz. Bolalarni boqib katta qilsin. Endi men o'zim xohlab ushlaganim yo'q, buni o'zi kelib ilindi. Bu bolalarni himoya qilaman deb kelib ilinib qolgan. Mana ketdi, xudo xolasa. Ketdi, hozir bolalarning oldiga boradi. Bolalar yuribdi-da ana yerda. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, rangi shunaqa qora oq bo'ladi do'stlar. Ona ilon baliq, o'sha danli momentda bola katta qilayotgan ilon baliqda rangi shunaqa yarki bo'ladi-da, yorqin bo'ladi. Yorqin, keyin oq qora bo'ladi. O'zi aslida ko'k bo'lish kerak-ku bunday. Boshqacharoq svet bo'ladi-yu. Bu boshqacha. Qachon shunaqa bo'lsa, sal nafsi tiyish kerak-da, qo'yib yuborish kerak iloji boricha, chunki bolalari bor, bolalarni katta qilish kerak. U bolalarini hozir katta qilmasa, u mayda-mayda ko'rayotgan bo'lsalaringiz, gambuschaday mana shunday. Boshqa baliqlar yeb tashlaydi-da. Shuning uchun qo'yib yuborsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqa gaplar. Xullas, qarmoqni bu tarafga otuvdim. Qarmoqni. Keyin tortgandan keyin shoshib tortdim, qarasam bolachalari ham yuribdi. Bullari bor ekanda. U yemagan. Prosta bolalarimni himoya qilaman deb hujum qilganda bunga o'zi. Bo'lmasa u yemaydi, chunki bola katta qilayotgan vaqtda yemaydi. Prosta 2-3 ta ilon baliqchilar bu tarafda ham yuribdi, maydaroqlari. 1,5 kilo, 8 gram, 9 gramliklari yuribdi. Shuning uchun bu tarafga otuvdim. Xullas, davom etamiz. Hozir buni bu yoqqa tashladim. Bu yoqda turibdi. Hali jim. Mana bolachalari yuribdi, mana yerda bolalagan ekanda. Hoppa. Keldi. Ilon baliq keldi, tortyapti. Chiqib ketdi. Maydaroq ekanda. Maydaroq ekan. Menimcha karascha qo'yib, yo'q, buni oldim ekan. Bilmadim, xullas karascha bor edi, karaschani olib ketdi. O yuribdi shu yoqda. Mana. Yuribdi, oldi karaschani. Chunki 3-4 marta havo olishga chiqdi, bu yoq sal buyarog'idan havo olishga chiqdi. Karaschani oldi. Karascha yaxshi kattaroq karas edi. Quyosh ham botyapti. Bugunga yetadi shekilli. Popovka yaxshi turibdi, mana shu
Mana shu joyga poplovga yaxshi tortib qoldi. O. Ana do'stlar, karascha bor, karas bor. Faqat maydaroq. Karaslar kichkina, yanagi yil tayyor bo'ladi bular. Hali bularga bor. Endi qish bo'lganda ham boshqa gap edi. Mana bularni yig'ishtirib olaman donkalarni. Gut. Baliqchalar turibdi. Baliqchasini tashlaymiz. Ilon baliqlar yeydi. Ilon baliqlar yemasa boshqa baliqlar yeydi. Xullas qolib ketmaydi. Damashni o'rdaklar ham o'tib ketdi hozir. Shu damashni o'rdaklar yeb oladi hech bo'lmasa. Damashni o'rdaklar yuribdi, endi mana yerda odamlar yashaydi. Qo'yib qo'ygan ekanda. Stoykachani olib qo'yay. Ikkita donkani yig'ishtirdim, bitta poplochniy qoldi. Mana shu loy bo'lib qolibdi-da. Shuni shunday solmay, sumkani bilan sog'iladi. Yuvib qo'yaylik, erinmasdan. Endi sizlar bilan bugungi natijani ko'rib qo'yamiz. Shu bilan men uyga qaytaman keyin. Bugun sal cho'g'i pastroq 3 ta ilon baliq bo'ladi. Bugunga 3 ta, keyin bitta ushlaganim, 2 marta qochirdim. Xullas bo'ladi, natija yomon emas. Hozir bitta poplochniy qarmoq hali turibdi. Hozir endi yig'ishtirib olaman. Keyin uyga qaytamiz. Prasmotr uchun rahmat do'stlar. Yana tez kunlarda ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunda, yangi joyda, yaxshi natijada ko'rishamiz yana.